Assalomu alaykum barchaga azizlarim, sog' salomat yuribsizlarmi? Ro'zalar bilan charchamasdan ro'za tutganlarni hamma ro'zadorlarni Allohim ro'zalarini qabul qilsin. Bismillahirrohmanirrohim deb ro'za oylariga men gulkaramdan salat tayyorladim. Uning uchun ikkita pomidorni oldimda mana shunday kattalikda to'g'radim, yaxshilab chiroyli qilib bitta idishga soldim. Undan keyin salat bargini mana shunday kattalikda, unaqa nima emas, katta emas, kichkina emas, mana shunday kattalikda to'g'rab oldim, yaxshilab chiroyli qilib. Uni ham uni ustidan solamiz mana shunday. Keyin men bir dona bodring soldim. Xohlaganlar 2-3 dona solish mumkin. Endi bizga bir dona bodring bemalol yetadi. Shuning uchun bodringlarni mana shunday ko'rinishda yaxshilab to'g'rab olamiz. Bularni ham uni ustidan qo'yamiz. Keyin uyimda meni petrushka bilan ukrop bor edi. Shved deb qo'yadi bizda Samarqandda. Petrushka bilan ukropni maydalab to'g'rab oldim. Xohlaganlar boshqa zelin qo'shishi mumkin. Men qanaqa zelin bo'lsa uyda o'shandan foydalanaman. Keyin mana gulkaramlarni hamma biladi, mana shunday bo'laklarga bo'lib 20 minut qaynatsa gulkaram pishadi. Uni qaynayotgan vaqtini video qilish esimga kelmabdi, o'zim shoshib tayyorlaganim uchun. Keyin mana bir dona limon suvini solib aralashtirdim. Xohlaganlar 2 dona solish mumkin yoki yarimta solish mumkin, ta'bga qarab. Tuz, murch soldim. Murch solish shart emas. Ammo men achchiqni sevganim uchun ozgina murch ham aralashtirib yubordim. Murch ham o'zgacha ta'm beradi, mazali. Keyin ustidan yog' qo'ydim, simichka yog' qo'ydim men. Ozgina simichka yog'ini ko'proq sovuribman. Mana salatimiz tayyor bo'ldi. Buni ichiga endi qaynagan gulkaramlarimizni solamiz, aralashtiramiz. Mana salatimiz tayyor. Qizlar albatta tayyorlab ko'ringlar. Tayyorlaganlarga yoqimli ishtaha. Ro'za tutgan hamma barcha musulmonlarning ro'zalarini Allohim qabul qilsin. Keyingi videolarimda ko'rishguncha qizlar.